To'g'ri burchakli parallelped mavzumiz. Bugun faqat to'g'ri burchakli parallelped haqida gaplashamiz. Parallelpedda turlari bor. To'g'ri parallelped, to'g'ri burchakli parallelped hamda og'ma parallelpedlar bor. Bugun birinchi tur. To'g'ri burchakli parallelped haqida gaplashamiz. Ta'rif. Asosi to'g'ri to'rt burchakdan iborat. Asosi to'g'ri to'rt burchakdan iborat. To'g'ri prizmaga to'g'ri burchakli parallelped deyiladi. To'g'ri burchakli parallelped deyiladi. To'g'ri burchakli parallelped deyiladi. Xo'p, jamiyatimizda, modern hayotimizda eng ko'p uchraydigan shakl bu jism. To'g'ri burchakli parallelped. Masalan, mana shu xonamiz. To'g'ri burchakli parallelped shaklida. Yoki mana bu bo'rni idishi. Bu ham nima? To'g'ri burchakli parallelped shaklida. Yoki mana shogirdlar yasagan shakl. To'g'ri burchakli parallelpedlar. Xo'p, ta'rifga nima deyapti? Asosi nimadan iborat? To'g'ri to'rt burchakdan iborat. To'g'ri parallelped, ya'ni yon qirralari, mana yon qirralari asosi bilan qanday burchak hosil qilyapti? 90 gradusli burchak hosil qiluvchi mana shu shakl. Xonamiz ham mana shu shaklga o'xshab tuzilganmi? Mana. Endi mana bu shakl bilan gaplashaveramiz. Jism to'g'ri burchakli parallelped. Xo'p, birinchi to'g'ri burchakli parallelpedni uchlari haqida gaplashaylik. Mana bu 2 ta uch, 4 ta uch, mana 2 ta, bu 2 ta, 4 ta. To'g'ri burchakli parallelpedning nechta uchi bor ekan? 8 ta uch. Yuqori asosida 4 ta uch, pastki asosida 4 ta uch. Xo'p, qirralari. Asosida 2, 3, 4 ta, yon yog'ida 4 ta, ustki asosida 4 ta. Jami nechta? 12 ta qirrasi bor. Yoqlari. Endi yon yoqlari 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. 4 ta yon yoq, 2 ta nima? Asos. Endi yon yoqlari, qarama-qarshi yon yoqlari o'zaro teng. Mana bu yon yog'ining yuziga, mana bu yon yog'i yuzi teng. Bu yon yog'iga esa mana bu yon yog'ining yuzi teng. Bu yon yog'ining asosiga esa ostki asosining yuzi mana bu ustki asosining yuziga teng bo'ladi. Masalan, devor ilingan xonadagi devor ilingan tomon yuzi u konditsioner turgan tomon yuziga teng degan. Polimizni yuzi patologik yuzi bilan teng. Deraza turgan tomonning yuzi eshik turgan tomonning yuziga teng. O'sha biz demak to'g'ri burchakli parallelpedni ichida joylashyapmiz, asosida to'g'riroq. Tushunarli? Doskada bu shaklni tasvirlaydigan bo'lsam, shaklimiz A, B, C, D, A1, D, E, F, N, M. A, B, C, D uchlari, E, F, N ustki asosning uchlari. Shunda nechta uchi bor? 8 ta uchi. Nechta qirrasi bor? 12 ta. Ana shu 12 ta qirrasi haqida gaplashaylik. Qaranglar. Mana. Agar mana bu qirra uzunligi A bo'lsa, mana bu qirrasi uzunligi A bo'lsa, yana qaysi qirralar uzunliklari A bo'ladi? Mana bu qirrasi, mana bu qirrasi, mana bu qirrasi. Demak,
A'ga teng bo'lgan qirralardan nechta? 4 ta. Mana bu qirrasi B bo'lsa, yana qaysi qirralari B bo'ladi? Mana B, 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 B ham nimaga teng? B ga teng. Nechta B ga teng bo'lgan qirrasi bor? 4 ta. Agar mana bu qirrasi C bo'lsa, C, C, C. C ga teng qirralari nechta? 4 ta. Demak, qirralari yig'indisi desa, 4 ta A, 4 ta B hamda 4 ta C larni tushunishimiz kerak bo'ladi. Mana bu tomoni A bo'lsa, bu ham A, bu ham A, A. Agar bu B bo'lsa, bu ham B, bu ham B, bu ham nima bo'ladi? B. Bular balandliklari, balandligini C desak, qolganlari ham nimadan ekan? C dan. Shunda qirralarini yig'indisi desa, 4 ta A, 4 ta B hamda 4 ta C ni tushunamiz. Ikkinchidan S to'la sirt deylik. To'la sirti deganda nimani tushunamiz? To'la sirti deganda mana shu agar qanaqadir bino deb qaraydigan bo'lsak, to'liq yuzini nima qilib chiqish, bo'yab chiqish sirt. Mana shu ko'rinib turgan taraflari sirt. Ya'ni masalan, mana shu to'rtburchakli parallelpedni bo'yamoqchi bo'lsak, qayerlar bo'yaladi? Sevinch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demak, 6 ta yog'i bo'yab chiqilsa, to'la sirti nima qilingan bo'ladi? Bo'lgan bo'ladi. Har birining yuzini hisoblab boshlayman. Mana bu A, bu B bo'lsa, asosining yuzi nimaga teng? AB. Ustki asosining yuzi ham AB. Shunda mana bu asoslarining yuzalari 2 ta AB bo'lyaptimi? Mana bu yonni hisoblayman desa, mana bu A edi, bu C edi. Bu yuzi nimaga teng? AC. Orqa tarafda ham nimaga teng? AC ga teng. Demak, 2AC. Mana bu yon tarafda, mana bu B, bu C. BC bo'lsa, to'g'ri burchak, bu tarafi ham BC. Demak, 2 ta AC, 2 ta BC, 2 ta CB bo'lyapti. Demak, to'la sirti 2 ta AC, 2 ta AB, 2 ta BC. Yoki qisqartirib buni 2 ni qavsini tashqari chiqarib olsak, AC, AB hamda nima deyishimiz mumkin? BC deyishimiz mumkin. Yoqlari yig'indisi nima bo'lsa, to'la sirti. To'la sirti. 3. Xo'p, diagonalini topmoqchiman. Kubni diagonali. To'rtburchak parallelped diagonali. Xo'p, diagonal deganda nimani tushunamiz? To'g'ri burchakli parallelpedni ustki asosini mana bu uchidan, ostki asosini mana bu uchigacha bo'lgan nima? Masofa. Mana shu masofani nima deymiz? Kubning diagonali deymiz. Mana shu kesma uzunligini topish kerak. Keyin og'zak topaylik. Mana bu kesma uzunligi nimaga teng edi? A ga. Bu kesma uzunligi B ga. Unda mana bu kesma uzunligi nimaga teng? Ildizosti A kvadrat plus B kvadrat. Chunki to'g'ri burchak uchburchakning gipotenuzasi bo'lyapti. Ildizosti A kvadrat B kvadrat. Mana bu nimaga teng? C. Shunda mana bu to'g'ri burchak uchburchak uchun, ichkaridagi to'g'ri burchak uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llasak, mana bu diagonalning kvadrati C kvadrat plyusdan
a kvadrat b kvadrat. D ni topadigan bo'lsak, ildizosti a kvadrat b kvadrat c kvadratga kelyapti. Demak, mana bu diagonal. Mana diagonal. Bu ildizosti a kvadrat plus b kvadrat asosini diagonal. C kvadrat. Mana bu yerda nima hosil bo'lyapti? To'g'riburchak uchburchak. Ko'rinyapti mana shu to'g'riburchak uchburchak. Tasavvur qila olyapsizlarmi? Buni shogirdlar dars o'tgan paytda tasavvur qilib uyda yasab kela olgan. Shundan misollar yechishdan oldin uyda yasab olib, keyin shug'ullansalaring, ya'ni ham tasavvur qilishlaring boyiydi, kuchayadi. Tasavvur qilsalaring misollar juda oson bajarasizlar. Muhimi geometriyada, stereometriyada, fazoda tasavvurni yaxshi. Demak, D to'g'riburchakli parallelpetni diagonali ildizosti a kvadrat b kvadrat plyusdan nimani berar ekan? C ning kvadratini beradi. 4-dan. Endi mana shu xonani parallelpet desak, xonaga qancha suv ketadi? Qanday hisoblaysizlar? Xonani hajmiga bog'liq. Hajmini qanday topasizlar? Eni, bo'yi, balandligi. 3ta o'lchovini ko'paytirsak, nima kelib chiqadi? Hajm. Demak, A, B, C. Ko'paytma. To'g'riburchakli parallelpetni hajmi A, B, C ko'paytmaga teng ekan. Xo'sh, to'g'riburchakli parallelpet haqida yana nima deyishimiz mumkin? Yoki keyingi qismda to'g'riburchakli parallelpetni simmetriya tekisligi haqida gaplashaylik. To'g'riburchakli parallelpetning nechta simmetriya tekisligi bor? Masalan, tasavvur qilinglar, mana shunaqa g'ish. G'ishni shunday arra bilan kesaylikki, ustma ust tushadigan ikkita teng jismga nima qilsin? Ajratsin. Xo'sh, masalan, qanday kessam ikkita ustma ust tushadigan teng jismga ajraladi? Sevinch. Mana bu o'rtasidan, mana bu C bo'lsa, C taqsim 2, C taqsim 2 deb o'rtasidan shundaysiga kessam, mana shundaysiga kessam, haqiqatdan ham ustki qismini bilan ost qismini olib ustiga qo'yadigan bo'lsak, nima qiladi? Ustma-ust tushadi. Ikkita teng jismga ajraladi. Xo'p, hozircha ana shu birinchi simmetriyani keltirib qo'yay. Bunday kesyapmiz. C taqsim 2, C taqsim 2 kesdik. Hozircha bitta simmetriya tekislik. Xo'p, bu g'ishni yana qanday teng ikkiga ajratishim mumkin? Sevinch. Bunaqasiga ham to'g'ri. B tomonini teng 2 bo'lsa, B taqsim 2, B taqsim 2. Eng ko'p ishlatiladi polovina g'ish deydi. O'rtasidan kesadik. Demak, keyingi simmetriya tekisligimiz o'rtasidan kesamiz. Shunda yana ikkita teng nimaga ajraladi? Jismga ajraladi. Salgina
O'rtasidan bo'lmadimi mana? Mana. Ikkita teng jism ko'rinyaptimi? Qatlaganda shunday, mana bunday kesib, shunday qatlasalaring bular nima qilib qoladi? Ustma-ust tushib qoladi. Birinchi simmetriya teksligi, ikkinchi simmetriya teksligi, navbat uchinchi simmetriya teksligi. Agar bo'lsa. Endi qanday simmetriya teksligi ajramday bo'ldik? Bunaqasiga bo'ldik. Yana nima qilsa bo'ladi? Ha? Yarim g'isht tersa devorni. Bunday o'rtasidan nima qilsa bo'ladi? Kessa bo'ladi. To'g'ri burchakni teng ikkita simmetriyaga ajratyapmiz-da. Shunda mana bunaqasi bo'linyapti. Shunda to'g'ri burchakli parallelpetni nechta simmetriya teksligi bor ekan? 3 ta. Xo'p, mana kimlardir aytadi? 5 ta deydi. Xo'sh, o'ylab ko'ringlar. Mana shundaysiga asosini diagonali bo'yicha kessam, qatlaganda ustma tushadimi? Ikkita teng jism bo'ladimi ustma tushadi ekan? Yo'q. Keyinlar endi buni qatlab bo'lmaydi. Mana shu asosi deb hisoblasak, asos to'g'ri burchak, to'g'rimi? Nima qilmoqchi bo'lyapmiz? Diagonal bo'yicha qatlamoqchi bo'lyapmiz-da. Diagonal bo'yicha qatlaydigan bo'lsam, ikkita shaklni ustma tushsak, ustma tushyaptimi? Mana. Ustma nima qilmaydi? Tushmaydi. Diagonal bo'yicha qatlasak. Shuning uchun diagonal bo'yicha nimaga ega emas? Simmetriyaga ega emas. Biz hozir nima qildik? Mana bunaqasiga qatladik. Ustma tushdimi? Keyin bunaqasiga qatladik to'g'ri burchakni. Nima qildi? Ustma tushyapti. Ha. Mana tomonlar, o'rtalar bo'yicha qatlaydigan bo'lsak, ustma tushadi. Lekin diagonal bo'yicha qatlaydigan bo'lsak, ustma tushmaydi. Shuning uchun simmetriya teksligi diagonal bo'yicha qatlanmaydi. Agar lekini bor. Agar bu to'g'ri burchak emas, nima bo'lsa? Kvadrat bo'lsa, diagonal bo'yicha qatlaydigan bo'lsam, ular nima qilib qoladi? Ustma tushadi. Bu diagonal hamda mana bu diagonal bo'yicha qatlaganimda ustma tushib qoladi. Bu bilan nima demoqchimiz? Agar to'g'ri burchakli parallelpetni asosi to'g'ri burchak emas, asosi kvadrat desa, kvadrat diagonallari bo'yicha kessak ham ikkita teng jismga ajraladi. Shunda asosi kvadrat bo'lgan to'g'ri burchakli parallelpetni nechta simmetriyasi bor? 5 ta. Mana bu 3 ta, keyin diagonallar bo'yicha qatlaganman bor. Lekin to'g'ri burchakli parallelpet bo'lsa faqat nechta bo'ladi? 3 ta. Chunki asos to'g'ri burchak, tomonlar o'rtalari bo'yicha qatlanadi, diagonallar bo'yicha emas. Agar asos kvadrat bo'lsa, nechta bo'ladi? 5 ta bo'ladi. Endi mabodo kerak bo'lib qolsa-da, keyingisi to'g'ri burchakli parallelpetni sirtini yoyilmasi qanday bo'ladi? Endi o'tgan darsda kubni sirtini yoyilmasini tasvirlagan edik. Shundan foydalanaveramiz. Shu to'g'ri burchak desak, bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta. Umuman mana bunaqasiga yoysam qulayroq bo'lar ekan-a? Qanday yoysam? Bu asosi, ustki asosi, yoni, bu yana yoni. Mana shunday desak nimaga ajraladi? Yon sirti yoyilmasiga ajraladi. Endi qaysi bir tomon nima ekanligini sekin birgalikda o'rganamiz sizlar bilan. Oladigan bo'lsam, bu A, bu B, nima bo'lyapti? C bo'lyapti. Xo'p, birinchi mana bu birinchi turgan bo'lsa, asosini ochmoqchiman. Asosini.
Asosi nimadan iborat? To'rt burchak. Nimaga teng? A, B. Deylikki A, B. Asosini ochdik. Mana bu A, bu nima? B. Mana bu yer A, bu B. Ochildimi? Endi mana bu yer turibdi-da o'zi. Bu nima? S. Mana bu tarafda A, S ga teng qism. S ga teng bo'lgan qism. Mana bu. Endi bu ust qismini ochaman. Ust qismini ochadigan bo'lsak, qanday kesma ochiladi? A, S ochiladimi? Mana. Hozircha mana shu ko'rinishda bo'ldi. Endi mana bu yon tomonni ochaman. Bu yerda esa nimaga teng bo'lgan kesma? BS. BS ga teng bo'lgan kesma. Endi S ligi ko'rinib turibdi, B. Qaysini ochdim? Mana buni ochdim. To'g'rimi? Endi mana bu tarafda ochilish kerak. Mana bu tomon. Tomonni ochadigan bo'lsam, yana qanday kesma ochilyapti? C ga B kesma ochilyapti. Va oxiri mana buni ochadigan bo'lsam, orqa tarafda aks ochildi. Mana old tarafda aks ochildi. Bu degani uzunligi A ga, balandligi S ga teng bo'lgan qism ochilyapti. Mana. Shunda to'liq ochildi. Bu to'g'ri burchakli parallelpedning nimasi edi? Yon sirtini yoyilmasi bo'lardi. Shunda shogirdlar, o'tgan darsda kubni yon sirti yoyilmasini yoygan edik-ku. Hamma tomonlari teng bo'lgani uchun mana bular A kvadratdan bo'lgandi. Bu yerda esa A S ga teng bo'lgan 4 ta. AC mana bu? AC. Mana buchi? BS. Mana shu. Yoyilma bo'ldi. Ikkita AC, ikkita BS, ikkita SA. Qani SA? Mana AC. Shunaymi? BC. Xo'p. Mana bu AB. Pas ochilganda, mana bu AC emas. AB edi-ku. AB. Bular esa AC. BC. AB. AC. Shunda ikkita AB, ikkita AC, ikkita BC. Nimani beryapti? To'la sirtini beryapti. Mana shu ko'rinishda joylashar ekan. Mana shunda qo'ysam, mana bu yoqqa ochilyapti. Bu yoqqa ochilyapti. Bu yoqqa ochilyapti. Bu turibdi. Bu yoqqa ochilyapti. Mana bu tarafda nariyoqqa ochilyapti. Mana bu 1, 2, 3 ta. Bu yoqqa ochilganmi? 4 ta. Ustki asosmi, ostki asos. Yozib olasizlar. Eni bo'yi balandligi 4, 5, 6 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli parallelpedning yon sirtining yuzini toping debdi. To'g'ri burchakli parallelped eni 4, bo'yi 5, balandligi 6. Yon sirtining yuzi so'ralibdi. Ya'ni
eni 5, 4, balandligi nechi? 6. Yon sirti desa, mana bu 4 ta yon yoqlarini, yuzalarini qo'shamiz, ha? Mana bu 5, bu 6 bo'lsa, bu nechiga teng? 30. Orqa tarafda ham 30. Xo'p, mana bu 6, bu 4 bo'lsa, 24. Bu ham nimaga teng? 24. Shunda 48, old taraf necha edi? 60. Demak, S yon sirti desa, xo'p, mana bu yuza bilan mana bu yuzani hisoblaylik. Birinchi 2 ta 4 ko'paytirilgan 6, to'g'rimi? Xo'p, mana bu old tarafni orqa taraf 2 ta 5 ko'paytirilgan 6. Bu 60, bu esa 48. Shunda yon sirti nimaga teng? 108 ga teng. Yon sirtining yuzini topdik. 4-misol. Asosining tomonlari 7 va 11 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli parallelpetni yon sirti 216 bo'lsa, to'g'ri burchakli parallelpet balandligini toping. To'g'ri burchakli parallelpet. Tomonlari asosi 11 u 7. Balandligi S. Yon sirti berilganmi? Yon sirtining yuzi 216 bo'lsa, nimani topish kerak? Balandligini topish kerak. Xo'p, yon sirtining yuzini hisoblayman. 7C bilan 7C dan nechta? 2 ta. 2 ko'paytirilgan, 7 ko'paytirilgan C. Asosining yuzichi? Asosining yuzi. Bu ikkita asosining yuzini hisoblamaymiz, chunki yon sirti yuzi deyapti. Mana bu yuza old tarafda 11C. Orqa tarafdachi 11C. Shtrixlaymi? Mana bu tarafda. 11 ga C. 2 ta 11 ga C. 216. Shunga 22C, 14C. 36C teng 216. C balandligi nechiga teng ekan? 6 ga teng. 8-misol. Qirralari uzunliklari nisbati 1, 2, 3 kabi bo'lgan to'g'ri burchakli parallelpetning to'la sirti 198 ga teng bo'lsa, parallelpetning qirralari yig'indisi. To'g'ri burchakli parallelpet qirralari 1, 2, 3 kabi bo'lsa, to'la sirti 208 bo'lsa, qirralari yig'indisi. Qirralari yig'indisi. X ga teng bo'lgan qirrasidan nechta? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta. 2x ga teng bo'lgan qirrasidan nechta? 4 ta. 4 ko'paytirilgan 2x. 3x ga teng bo'lgan qirrasidan nechta? 4 ta. Teng. Shunda 4x, 8x, 12x, 12x. 24x. Hammaga nimani topishda? X ni topishda to'la sirtini yuzidan foydalanaman. To'la sirti 2AB, AC, BC edi, to'g'rimi? Shunga ko'ra 208 deyapti. 2 ko'paytirilgan AB 2x kvadrat, BC 3x kvadrat hamda AC 6x ni kvadrat. 208 emas-a? 198. Endi 5x, 11x, 22x. 22 bo'lishib o'tsa 9. X'imiz demak necha? 3. X'imiz 3 bo'lsa necha bo'lyapti? 72. Qirralari yig'indisi 72 ga teng. Davom etamiz. 12-misol.
12. Asosini tomonlari 12 ga 15 ga teng bo'lgan to'g'riburchak parallelpetni diagonali 21 ga teng. Parallelpetni balandligini toping. Chiroyli misol ekan. To'g'riburchakli parallelpet. Asosini tomonlari nechilar ekan? 15 u 12. Diagonal nechi bo'lyapti? 21 bo'lyapti. Parallelpetni balandligini topish so'ralyapti. Balandligi C ekan. Xo'sh, mana shu shaklni tushuntiray. Mana shunaqa bo'lyapti. Mana bu uzunlik necha? 17, 15. Mana bu tomon 15, mana bu tomon 12. Diagonali 21. Bizda nima kerak? Mana bu parallelpetni balandligi C kerak. Qanday topsam ekan? Asosini diagonalini topsak bo'ladi. Bu 15, bu 12 bo'lsa, Pifagor teoremasiga ko'ra bu nechi bo'ladi? Demak, qaranglar. 15 kvadrat 225, 12 kvadrat 289. 289 ga 225 qo'shsak nechi bo'lyapti? Mana bu diagonal kelib chiqyaptimi? 369. Mana bu perpendikulyar. Demak, ildiz osti 369. Ildiz osti 369 qayerdan kelganini tushunlaring, a? Mana bunday ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu 15, mana bu 12, bu yerda 90 gradus bo'lsa, Pifagor teoremasidan gipotenuzasini topdim-da. Tushunarli? Endi o'ziga qaraylik. Mana bu diagonal berilgan. Buni topdik. Mana bu balandlik so'ralyapti. Yana nimadan foydalanaman? To'g'riburchak uchun Pifagor teoremasi. Ya'ni mana bu yerda 90 gradus bo'ladi. To'g'riburchakli uchburchak. Pifagor teoremasiga ko'ra C ni kvadrati 369 teng 21 kvadrati 441. Ayringlar. Xo'p, 72 6 ildiz ostida 2 bo'lyapti. Demak, 6 ildiz ostida 2 ekan balandligi. Kim tushunmadi? Hammaga tushunarlimi? Yaxshi yasalgan ekan, a? Qo'l dard ko'rmasin shogirdni. Xo'sh, 13, 14, 15lar ketdi. 16-misol. To'g'riburchak parallelpetning tomonlari 6, 8. Parallelpetning diagonali asos tekisligi bilan 45 gradus burchak hosil qiladi. Parallelpet to'la sirtini toping. Yaxshi savol. To'g'riburchakli parallelpet. Asosining tomonlari 8 u 6. Parallelpetning diagonali asos tekisligi bilan 45 gradus burchak hosil qiladi desa, parallelpetning diagonali qaysi? Parallelpet diagonal. Parallelpet diagonali. Mana shu diagonal asos tekisligi bilan hosil qilgan burchagi desa, nimani tushunishimiz kerak? Mana parallelpetning diagonali asos tekisligi bilan hosil qilgan burchagi deganda, asosini diagonalini o'tkazamiz. Og'maning nimasi hosil bo'ladi? Proyeksiyasi hosil bo'ladi. Og'ma bilan tekislik orasidagi burchak, og'ma bilan proyeksiya orasidagi burchak edi. Xulosa, parallelpetning diagonali asos tekisligi bilan hosil qilgan burchagi desa, parallelpetning diagonali va asosini diagonali orasidagi nima tushuniladi? Burchak tushuniladi. Tushunarlimi? Demak, asosini diagonali nima vazifani bajaradi? Tekislik vazifasini bajaradi. Mana bu parallelpetni o'zini diagonali. Mana shu parallelpetni diagonali asos tekisligi bilan 45 gradus burchak hosil qiladi debdi. Mana 45 gradus burchak hosil qiladi. Qaysi burchak 45 gradus ekan? Mana diagonal,
Mana bu asosini degani, mana bu yerdagi burchak 45. Agar bu 45 bo'lsa, mana bu S bo'lsa, S. Bu nima bo'ladi? S ildizosti 2. Xo'p, 6, 8. Mana bu to'g'ri burchak bo'lsa, 10. Demak, 10. Demak, 10 ildizosti 2. Ha, aytgancha nimani so'ragan? Savol. To'la sirti. S to'la sirti. 2 AB BS AC edimi? 2 AB'ni o'rniga 16 8 6 6 ko'paytirilgan 10. 2 60 mana bu 8 edi. 48 80 140 188 300 necha bo'lyapti? 60 76. To'la sirtining yuzini topdik. Savollar. Bu misolni yechishda asosiy xulosamiz nima bo'lishi kerak? Parallelpedni diagonali va tekislik orasidagi burchak deganda, parallelpedning diagonali va asosining diagonali orasidagi burchakni tushunishimiz kerak. Chunki parallelpedni diagonali bilan asos orasidagi burchak deb og'ma, diagonal og'ma bo'ladi. Og'ma bilan tekislik orasidagi burchak bu og'ma va proyeksiya orasidagi burchak deb kelishgan edi bu birinchi darsimizda. Birinchi darsimizni qo'ydikmi? Qo'yganmizmi? 20-misol. 20. To'g'ri burchak parallelpedning barcha qirralari yig'indisi 48. Diagonali 8. Parallelpedning to'la sirtini toping. Xullas, qiziq misol. Juda qiziq misol bo'lyapti bu. Mana e'tibor beringlar. Parallelpedning barcha qirralari desa, nimani tushunar edik? 4A, 4B, 4C. Nechaga teng ekan? 48. Unda A, B, C o'zaro teng bo'lmagan qirralar yig'indisi necha bo'ladi? 12. Endi diagonali 8. Diagonali 8 bo'lsa, to'la sirtini yuzini topish so'ralyapti. S to'la sirti. To'la sirti 2 AB BC hamda nima bo'lyapti? AC bo'lyapti. O'zi ABClar nima? Mana A, mana B, mana C. Xo'p, asosining diagonali nimaga teng? A kvadrat, B kvadrat. Shunda parallelpedning o'zini diagonali nimaga teng? 8. A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat. Bizga teng necha? 8. Unda A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat necha ekan? 8 ekan. Bizda tomonlari kvadratlari yig'indisi bor. Tomonlari ko'paytmasi kerak. Ha, mana yig'indidan foydalanaman. ABC yig'indi 12 bo'lsa, kvadratlarni hosil qilish uchun nima qilardik? Kvadrat qo'shaylik. A, B, C kvadrat teng 12 ning kvadrati. Bu uch xatning kvadratini ochib chiqishni o'rganganmiz. A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat, 2 ta AB, 2 ta BC, 2 ta AC. 144. Mana bu yig'indi 64, 2AB, 2BC, 2AC 144 bo'lsa, 64 ayirish bo'lsa necha bo'lyapti? 80. Demak, to'la sirtining yuzi nechaga teng? 80 ga teng ekan. Tushunarlimi? Yozinglar. Hali mana shu 24. To'g'ri burchakli parallelpedning to'la sirti
145 ga teng. Barcha qirralari yig'indisi 68 ga teng. Parallelpedni diagonali uzunligini toping. Demak, 20-misolga o'xshash misol ekan bu. To'g'ri burchakli parallelped. Barcha qirralari yig'indisi 68 degan jumladan. Yoki to'la sirt. S to'la sirti 145 ga teng. Qirralari yig'indisi 4A, 4B, 4C 68 bo'lsa, parallelpedni diagonali uzunligini toping. Ha. Demak, diagonal uzunligi mana bu. Agar diagonalni uzunligi d bo'lsa, diagonal uzunligi qanday topilar edi? A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat edim. A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat kerak. Hozircha to'la sirtini yoyilmasini yoysam, 2AB, 2AC, 2BC nechiga teng? 145 ga teng. Keyin bizda nima bor? Barcha tomonlari yig'indisi bor. Barcha qirralari yig'indisi 68, 4 ga bo'lib yuboraylik-da. A, B, C yig'indi 17 ligi ma'lum. Xo'p, diagonalini qanday topsam ekan? Tenglikni har ikkala qismini kvadratga oshiraylik. A plus B plus C ni kvadrat teng 17 ning kvadrati. Kvadratga oshirsak, A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat, 2AB, 2BC, 2AC 289. Mana bu A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat kerak. Mana bu yig'indi esa berilgan 145. A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat plus necha? 145 teng 289. Ayrishib o'tsa, A, B, C teng 144. Ildiz osti 144 bo'lsa, nechiga teng bu? 12 ga teng. Mana diagonal uzunligi 12 bo'lar ekan. Keyingi misolimiz 28. 24-misol juda chiroyli ekan, ha? Yoqdimi sizlarga? Ko'p uchraygan oldin orada bir variantlarda. Asosan tomonlari 12 va 16 ga, diagonali 29 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli parallelpedni hajmini toping. To'g'ri burchakli parallelped asoslari 16, 12. Diagonalchi 29. Hajmi so'ralyapti. Hajmi A, B, C. 12, 16 ko'paytirilgan. Mana bu C bitta balandligi yo'q. Xo'p, C balandligini qanday topsam ekan? Asosini ham diagonal o'tkazsam, to'g'ri burchak uchburchak hosil bo'ladi. 16, 12. 256, 144, 400, 20 bo'lyaptimi? 20. Xo'p, Pifagor teoremasiga ko'ra bu nechi bo'ladi? 7 bo'lyaptimi? 3, 21 bo'lyaptimi? Pifagor teoremasiga ko'ra 21. 21. Ko'paytmani hisoblasalaring, hajmi kelib chiqadi. Seving, tushundingmi? 20 qayerdan keldi? Mana bu to'g'ri burchak uchun Pifagor. 21 qayerdan keldi? Bu to'g'ri burchak uchun Pifagor. Sen savol berding, men javob berdim. Yana bir ajoyib misol. 32. To'g'ri burchakli parallelped
to'rtburchak parallelped qirralari A, B, C. Xo'p, bular uchun bir taqsim A, bir taqsim B, bir taqsim C birga teng bo'lsa, parallelpedning to'la sirtini hajmiga nisbatini toping debdi. S to'la sirtini hajmiga nisbat. To'la sirt qanday formula bilan topiladi? 2AB AC BC taqsim hajmi ABC. Shunday ya? Endi mana bu tenglikdan foydalanishim kerak. Tenglikdan foydalanish uchun mahraj keltiraman. BCdan, ACdan, ABdan. Shunda BC, AC, ABlarning yig'indisi ko'paytirishib o'tsa, nimaga teng? ABC ga teng. Mahraj bu taraf, umumiy mahraj keltirsak ABC bo'lib qoldi mahraj, ko'paytirishib o'tdi. Endi mana bu ABC ko'paytmani o'rniga olib kelib qo'yadigan bo'lsak, 2AB olganda teskarisini qilaylik. 2 ko'paytirilgan yig'indining qiymatini ABC mahrajda ABC. So'ralgan nisbat nechaga teng ekan? 2 ga teng bo'lar ekan. O'ttiz ikkidan keyin 36-misol ham. 36 to'g'riburchakli parallelped berilgan. Tomonlari A, B, C. Bular uchun yana bir taqsim A, bir taqsim B, bir taqsim C 72 bo'lsa, parallelpedni to'la sirtini yuzini toping. S to'la sirt 2 AB BC AC nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Hajmi 72 bo'lsa, yig'indi necha edi? 3 taqsim 4 degan ekan. Mana ki. 3 taqsim 4. Xo'p. AB, BC, A'sini topishimiz kerak. Mana bu yerda hajmini yoyib olaylik. A, B, C 72. Xo'p. ABC'ga ko'paytirib yuborsam, mana tenglikni tushtirishcha A qisqarsa BC AC plus AB teng 3 taqsim 4 ABC. ABC'ning qiymati necha edi? 72. 3 taqsim 4 ko'paytirilgan 72. Qisqartirsak 18, 3 ko'paytirsak 54. AB, BC, AC'lar 54 bo'lsa, to'la sirti necha bo'ladi? 108 bo'ladi. Bir-birini to'ldiradi bu misollar. Keyingi misolimiz 44-misol. To'g'riburchakli parallelpedning yoqlarini diagonallari uzunliklari 10, iltizosi 136, iltizosi 164 ga teng. Parallelpedning hajmini toping. Parallelped yoqlarini diagonallari debdi. Birinchi diagonal. Xo'sh. Ikkinchi diagonal. Mana bu esa uchinchi diagonal. D1, D2, D3. Xo'p. D1 10, D2 136, D3
necha bo'lyapti? 164. Hajmini topish so'ralyapti. Hajmi tomonlari yig'indisi. Xo'sh, tomonlariga to'xtalaman. Mana bu A, B, bu esa nima? S. S. A. Xo'p, D1imiz. Turgan bo'lsa, mana bu yon tomon nimasi? Diagonal. Yon tomonni diagonal bo'lsa, yon tomon diagonal. Mana bu S, bu nimaga teng? B. S, B bo'lsa, mana bu diagonal nimaga teng bo'ladi? Ildizosi B kvadrat, S kvadrat. Ildizosi B kvadrat, S kvadrat teng 10. Xo'p, asosining diagonali mana bu. Bu nimaga teng? B ga. Bu nimaga teng? A ga. Bu diagonalchi? Ildizosi A kvadrat, B kvadrat teng 136. Endi qaysi qoldi? Mana bu yon tomon diagonalimi? Xo'p, bu A, bu S. Diagonal o'tkazadigan bo'lsam, A kvadrat, S kvadrat. A kvadrat plus S kvadrat teng 164. Sistema. Endi bu sistemadan A, B, S ni topib, keyin hajmini nima qilsa bo'ladi? Hisoblasa bo'ladi. Kvadratga oshiraman-da buning uchun, birinchi. B kvadrat, S kvadrat teng 10. A kvadrat, B kvadrat teng 136. A kvadrat, S kvadrat teng 164. 100 bo'lar ekan. Xo'p, qaranglar nima qilamiz. Birinchi tengdan ikkinchi tengni ayirib yuboraylik. 1dan 2 ni ayirsam, xo'p, S kvadrat minus B kvadrat teng necha? Minusdan 36. Xo'p, B kvadratlar ketdi. S kvadrat minusdan A kvadrat ekan, B kvadrat ekan. A ni kvadrat. Yerdan yozib qo'ying nima qilganimizni. 1dan 2 ni nima qilyapmiz? Ayiryapmiz. Birinchi tenglik, ikkinchi tenglik ketdi. B kvadratlar ketdi. S kvadrat minus A kvadrat. Minusdan 36. Uchinchi tenglikni o'zi. A kvadrat plus S kvadrat teng 64, 164. Qo'shib yuboringlarchi. X kvadrat teng. Xo'p, bu ikkalasini qo'shsak. 2 ga bo'lsak. oltmish to'rt ildizosak ketdi. S teng 8 bo'lyaptimi? S ni o'rniga 8 ni qo'ysam, B necha bo'lyapti? 6. B ni o'rniga 6 ni qo'ysam 36 ayrishib o'tsa, A teng necha bo'lyapti? 10. Hajmi 6, 8, 10. 480. Sistemadan ABS'lar topib olib, hajmini hisobladik. Savollar yozib olasizlar. To'g'ri burchakli parallelped. Xo'p. A, B, S, D. E, F, J, H. Xo'p, K nuqta FJ kesmani o'rtasi. K nuqta FJ kesmani nimasi ekan? O'rtasi bo'lsa, AB tomoni 6, BS tomoni 16, AE tomoni 24. Savol: AK kesma uzunligini toping debdi. A'dan Kgacha bo'lgan masofani topishimiz kerak. Xo'p,
Bu massafani topishda. Mana buni tushirsak 24 bo'lsa, bu ham nimaga teng bo'ladi? 24 ga teng bo'ladi. Xo'p. Ya'ni mana bu K nuqta. Mana bu tomonni nimasi? O'rtasi. Mana buni tutashtirsak. Mana bu yerda nima hosil bo'ladi? To'g'ri burchak uchburchak hosil bo'lyaptimi? Bunday tushiradigan bo'lsam, mana bu 24 bo'lsa, bu tushirilgan perpendikulyar uzunligi nechaga teng? 24 ga teng. Bizga nima kerak bo'ladi keyin? To'g'ri burchak uchburchakdan foydalanish uchun mana bu kesma uzunlik. Bu kesma uzunligini mana bu yerdagi to'g'ri burchak uchburchakka Pifagor teoremasi bo'yicha topib olaman. Xo'p, shunday qilib bu 24 buni o'tkazadigan bo'lsak, teng 2 ga bo'lgan-ku 8 8. To'g'ri burchak uchburchak. 6 8 bo'lsa 10. Mana bu yerda to'g'ri burchak uchburchak hosil bo'lyapti. 24 10 bo'lsa, ildiz osti 24 ning kvadrati plus 10 ning kvadrati. Necha bo'ladi? 576, 676, 26 ning kvadrati. Demak, K kesma uzunligi 26 ga teng ekan. 52-chi misol. 52. To'g'ri burchakli paralleloped. To'g'ri. Xo'p. Shular A, B, C, D, E, H, J, F. AB tomoni 12, BC tomoni 10, AE balandlik 5 ga teng bo'lsa, AFD uchburchak yuzini toping debdi. AFD. Mana bu yerdagi uchburchakning yuzini nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Bu uchburchagimiz qanaqa uchburchak? To'g'ri burchak uchburchak bo'lyapti. Mana shu yerda ko'rsatay. Ayni mana shu ko'rinishda. Tomoni bu necha? 10. Bu necha? 12. Demak, mana bu nuqtadan mana bu yerga F deydigan bo'lsak, A, F, bu nima? D. A, F, D uchburchak yuzini topishimiz kerak. Mana bu uchburchakda. Uchburchagimiz haqiqatdan ham qanaqa uchburchak bo'lyapti? To'g'ri burchak uchburchak. Ishonmasalaring, mana ko'rsataman. Qaraydigan bo'lsalaring, mana bu yerda nima hosil bo'lyapti? To'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lyapti. Bizda esa mana bunaqa doskaga chizilgan turibdi. Mana bu, mana bu. Mana bu yerda to'g'ri burchak hosil qiladi. Shuni yuzini topishimiz kerak. Bu 12, bu 5 bo'lsa, mana bu katet necha bo'ladi? 13. Shunda nima bo'lyapti? Qaranglar. Bu necha bo'ldi? 13. Bu necha bo'ldi? 5. Bu uchburchak yuzi nimaga teng? To'g'ri burchak uchburchak yuzi. Katetlar ko'paytmasining yarim. 13 5. Shunda S A F D uchburchak yuzi 1/2. Shoshmanglar. To'g'ri. Bu 13, bu 5. 13. Ko'paytmaning yarim. Ko'paytirsak 65 mi? Taqsim 2 bo'lyapti. Qaysi? Ha, 5 bu balandlik-ku. To'g'ri. Mana bu 10 bo'lgani uchun bu ham nimaga teng? 10 ga teng. Chalg'ibman. Uzrasizlar. 10 ko'paytirilgan necha? 13. 100 necha bo'lar ekan? 65. Demak, kuzatib turibsizlar nima qilayotganimni. Keyingi misolimiz
56 chiqaribmi shu yerdan? Ellik oltida. Yana shu shaklimiz. O'zidan foydalanib qo'yaveraylik. Voy, nima bo'ldi? A, B, C, D, F, G, H to'g'ri burchakli parallelped. AB tomon ildizosti 42. Mana bu ildizostida 42. BC tomon ildizosti 102. 102. AY esa ildizosti 154 bo'lsa, AFC uchburchak yuzini toping. AFC o'tkazadigan bo'lsam, mana shu yerda uchburchak hosil bo'lyapti. Mana shu uchburchakning yuzini nima qilishimiz kerak? Topishimiz kerak. Shtrixlangan sohaning yuzini qanday topaman? Hozircha mana bu yerdan uchburchak alohida oldim. Mana bu tarafdan topsa bo'ladimi yo'qmi? AC nima? AC asosini diagonal. To'g'ri burchak uchburchakning gipotenuzasi. Ildizosida demak 42, 102 yig'indisi 144. Demak nechi? 12. Ha, AC asos nechi? 12. FC-chi? FC mana bu to'g'ri burchak uchburchak uchun gipotenuza bo'lyaptimi? Shunda bu 102 ildizosida. Balandlikchi 154. Ikkasini qo'shsa 256. Bundan nechi bo'ladi? 16. Tomonimiz nechi ekan? 16. Endi qaysi qoldi? Mana bu. AF. Mana bu uzunlik ildizosida 154, ildizosi 154, 42. 196. Pifagor teoremasiga ko'ra bu 13. Mana bu tomonimiz 13. Uchburchakni nimasi topib so'ra? Uchburchakning yuzini. 196, 14 mi? 14. Ana, bo'ldi. Ana endi yuzini qanday topasizlar? Geron formulasi, to'g'ri. S uchburchakning Geron formulasiga ko'ra yarim perimetr nechi bo'lyapti? 36, 46, 21. 21, 7, 9, 10, 5 ni o'zi ekan. 5 ni o'zi. Teng. Demak 15, bundan 3, bundan 7. 21 ildizosida 15. So'ralgan uchburchakning yuzini topdik mana. Savollar. Tushunarli? Endi bu to'g'ri burchak uchburchak bo'lmayapti-da. Oltmishinchi misol. 60. Qirralari 22, 27, 30 bo'lgan to'g'ri burchakli parallelpedni birga teng bo'lgan kubchalariga ajratib chiqildi.
parallelpeddan birga bitta kupcha qalinligidagi tashqi sirtini olib tashlash uchun kupchalardan nechtasini olib tashlashimiz kerak? Ya'ni nechta kupchani olib tashlash kerak debdi. Demak, 22, 27, 30. 22, 27, 30. Xo'p, 22, 27, 30. 22, 27, 30. 22, 27, 30. 22, 27, 30. Shunday bo'lsin, ha? Ya'ni kupchalarga ajratib chiqib, qalinligi birga teng bo'lgan kupchani olib tashlash kerak. Xo'sh, qanday tushuntirsin? Mana buni olaylik. Endi bu o'zi kub shaklida bizda nima bo'lsin deb faqat parallelped. Mana shunaqa parallelped. Nimalarga ajratilyapti? Mana qaranglar. Mayda-mayda kupchalarga ajratilyaptimi? Tomoni birga teng bo'lgan mana kupchalarga bo'lib tashlandi. Mana shu. Endi buni chizib yotmaydi, tasavvur qilishlaring uchun. Tasavvur qilaringmi? Xonani mana shunaqa kupchalarga ajratib tashladik. 22 necha edi tomonlar? 22 27 30 mana shunaqa kupchalarga ajratib tashladik-da. Endi bitta kupcha qalinligi, mana shu bitta kupcha qalinligidagi qismini nima qilish kerak? Olib tashlashimiz kerak. Bitta kupcha masalan mana shu tarafdan bitta kupcha qalinligi desa, mana bu qismini nima qilish kerak? Olib tashlash kerak. Bu yerdan esa mana bu qismini olib tashlash kerak. Bu yerdan esa mana bu qismini olib tashlash kerak. Bu yon tomonda mana bu qismini, orqa tarafdan mana buni, pastki qismida mana bu qismini olib tashlaydigan bo'lsak, bitta kupcha qalinligidagi qismini nima qilgan bo'lamiz? Olib tashlagan bo'lamiz. Ba'zilar aytadi, sirtini ayirib tashlash kerak deydi. Sirtini ayiradigan bo'lsak, har bir tomonni yuzini topib ayiradigan bo'lsak, masalan, mana bu tomonni yuzini topib ayiradigan bo'lsak, mana bu tomondan ham bir bitta qalinlikdagi qismi nima qilgan bo'ladi? Chiqib ketgan bo'ladimi? Yuzani necha marta ayirib qo'ygan bo'lamiz? 2 marta ayirib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun bunday qilish kerak. Har bir qismini bitta-bitta. Birinchi bunday qilaman. Xo'p, mana bu ikki yon tomonni olib tashlayman. Mana bu yon tomonni, mana bu yon tomonni. Tushunarlimi? Keyin kubning qalinligi nima qiladi? Parallelped qalinligi kichrayadi. Bu yoqda bir-birlik, bu yoqda bir-birlik kichrayadimi? Demak, boshladik. Bunaqasiga kesib olib tashlayapman. Qancha qalinligidagi qismini? Birga teng bo'lgan qalinlikdagi qismini olib tashlayapmiz. Shunda. Bunaqasiga 30, bunaqasiga nechta katta ketyapti? 22 tami? Demak 30 ko'paytirilgan 22 ta kattakdan nechta taraf? Ikkita taraf bo'lyaptimi? Mana. 30 22 dan bitta, 30 22 dan ikkitasi ketdi. Mana. Mana shu ikkita tarafni nima qilib tashladim? Olib tashladim. Shunda endi 22 edi qalinligi. Endi necha bo'lib qoldi? 20. Chunki ikki qatorda nima qilib tashladim men? Olib tashladim. Tushunlaring-a? Xo'p, eni nechiligicha turibdi? 30. Balandligicha 27ligicha turib o'zgargani yo'q. Endi buni olib tashlagan bo'lsam, joyiga qaytarib qo'yaylik. Olib tashlagan bo'lsam, qaysi tarafni olaylik? Mana bitta yon tarafni olib tashlaylik. Ya'ni mana bunaqasiga. Olib tashlayman mana bu qismini. Ya'ni necha qism ketyapti? 20 ga 27. Nimaga 22 ga 27 emas? 22 edi qalinligi kubni o'zi. Bir qator olib tashlagandan keyin eni 22 dan nima qoladi? 20. Mana bu ikkita qism ketgandan keyin kichrayib qoladi-da. Mana bu qismi qoldi. Shunda qancha yuz olib tashlanyapti? Hozir mana bu yuz olib tashlandi. Endi mana bu yuza. Ya'ni 27 dan ikkita bu tarafdan. Shunda eni necha bo'lib turgan edi? 30 edimi? Bu yerdan 1 ketdi, bu yerdan 1 ketdi. Nechta qoladi? 28 ta. Bunaqasiga 20 ta, bunaqasigacha 27 ta. Endi qaysi taraf qoldi?
Xo'p, ustki qismi bilan ostki qismini olib tashlab bo'ldimi? Shunda to'liq olib tashlangan bo'ladimi? Demak, ustki qismini olib tashlayman. Qancha qalinligidagi 1 ga teng bo'lgan qalinlikni olib tashlaymiz. Mana. 1 ga teng bo'lgan qalinlikni olib tashlaydigan bo'lsam, qanday yuzda ketyapti? Yigirma sakkizga 20 ga teng bo'lgan yuzlardan nechta? 2 ta. Shunda mana bu olib tashlangan kublarni qo'shib chiqamiz. Jami nechtasi olib tashlandi? Ko'paytirsak 60 kara 22, 27 kara 40 plyusdan 28 kara 40 teng. Hisoblanglarchi. 60 ni 22 ga 27 ni 40 ga 28 40 ko'paytir. 40 ko'paytirilgan 55. 60 ko'paytirilgan 22, 40 ko'paytirilgan 55. Necha bo'lyapti? Mana ikkalasidan 40 chiqarib olsam 40 55. 40 ko'paytirilgan 55. Xo'p, 55 4 ko'paytirsak 220. Demak 60 ga 3520 bo'lyapti. Mana bu. Ha? Mana bu yerda olib tashlagan 100 ham 30 ga 22 emas. 30 ga bunaqasiga 30, bunaqasiga 27. 30 ga 27 qilinglar. 30 ga 27. Mana bu 27. 27. Endi 3820. Chunki mana bu 100 dan olib tashladim-ku. Balandligi necha? 27 ga 30 qismida. 27 ga 30 da olib tashladik bir marta. 20 ga 27 ni olib tashladik bir marta mana bu 100 da. Bir marta ustki qismidagi 20 ga 28 ni olib tashladik. Xolos, bunday qildik-da. Mana buni olib tashladik. Buni olib tashladik. Keyin mana bu qismni olib tashlayapman. Keyin bu qismni keyin mana bu qismni olib tashlayapman. Tushunarlimi? Kartochka archganmisizlar? Kartochka. Bunday bitta olsalaring, bunday bitta olsalaring, bunday. Xo'sh, har tarafdan 1 ga teng bo'lgan kublarni nima qilib tashlayapman? Olib tashlayapman-da. Ya'ni bir marta olib tashlangandan keyin yana yangi nima hosil bo'lyapti? Shakl, mana bu shakl. Bu endi olib tashlash iloji yo'q-da. Mana bu shakl qolyapti. Keyin buni bitta tomonga olib tashlayapman, yana bitta yangi shakl. Mana bu sal kichrayapti, yana kichrayapti. Shunda hamma tarafdan 1 ga teng bo'lgan kublarni nima qilib tashladim? Olib tashladim. 1 ga teng bo'lgan kublarni olib tashlaydigan bo'lsak, shunda jam bo'lib nechta kubni olib tashlagan ekanmiz? 3820 ta kubni olib tashlasak, mana shu shakldan qalinligi 1 ga teng bo'lgan kubchalarni olib tashlagan bo'lamiz. Keyingi misolimiz 64. Parallepet qirralari 7, 9, 10. Parallepet qirralari 7, 9, 10 bo'lsa, to'g'ri burchak parallepet. Yetti, 9, 10. Mana. Xo'p, uning barcha sirti bo'yalgan va qirrasi 1 ga teng bo'lgan kubchalarga ajratib tashlangan. Nechta kubni faqat ikkita yog'i bo'yalgan bo'ladi. Mana parallepet desak, uni sirtini nima qilib chiqdik? Bo'yab chiqdikmi?
Hamma sirtlari nima qilingan? Bo'yalgan. Mana bo'yaldi. Keyin qirralari birga teng bo'lgan nimalarga ajratib tashladik? Mana kupchalarga ajratib tashladik. Qirrasi birga teng bo'lgan nimalar? Kupchalar. Endi savol qo'yilyapti. Mana shu kupchalarni nechtasini ikkita yog'i bo'yalgan? Endi haqiqatan ham bunday o'ylab qarasam, mana shu kupchalarda ikkita yog'i bo'yalgani bor. 3 ta yog'i bo'yalgan, qizil, oq, ko'k. 3 ta yog'i bo'yalgani bor. Keyin faqat bitta yog'i bo'yalgani bor. Bizga shulardan qaysilar so'ralyapti? Ikkita yog'i bo'yalganlar so'ralyapti. Xo'p, buni topish oson. Qaranglar, birinchi 3 ta yog'i bo'yalganlarni aniqlab chiqaylik. Nechta? 8 ta, to'g'ri. Qanday topdilaring? Mana bu uchlardagilari 3 ta yog'i bo'yaladi. Mana bittasi 3 ta yog'i. Mana bitta 3 ta. Mana 3 ta yog'i bo'yalganlar. 3 ta yog'i bo'yalganlar demak nechta ekan? 8 ta. Xo'p, demak mana bulari, mana bu oraldagi 3 ta yog'i bo'yalgan oraliqdagilarni nimalari bo'yalgan bo'ladi? 2 ta yog'i bo'yalgan bo'ladi. Demak, enidan hisoblab boshlaylik. Mana bu eni necha edi? 9 edi. Bizda mana bu chiqib ketadi. Mana bu chiqib ketadi, to'g'rimi? Shunda mana bu oraliqda nechta qoladi? 7 ta. Xo'p, mana bu yerda 7 ta bo'lsa, bu yerda nechta? 7 ta. Bu yerda nechta? Bu yerda nechta? 7 ta. 7 ta, 7 ta, 7 ta, 7 ta. 4 ta, 7 tami? Ketdi. Xo'las, mana buni hisoblab bo'ldimmi? Endi bu tarafga o'taman. Bu tomon uzunlik necha? 7 ta. Mana bitta, mana 2 ta chiqib ketdi. Nechta qoldi? 5 ta. 5 ta, 5 ta, 5 ta, 5 ta. Shunda bunaqasiga 5 ta, 5 ta, mana bular chiqib ketdi. Burchaklarda 5 ta. Burchaklar chiqib ketadi. 5 ta. Shunda 5 tadan nechta bu? 4 ta. Endi qaysi qoldi? Buni hisobladim, buni hisobladim. Qaysi qolyapti? Mana balandligi qolyapti. Mana bu yerdagilar. Bu chiqib ketadi, bu chiqib ketadi. Balandligi 10 edi. Necha? 8. 8, 8, 8, 8. Nechta? 4 ta. 4 chiqarib olsak 7, 5, 8. 80 ta. Ikki yog' bo'yalganlari nechta ekan? 8 ta. 3 ta yog' bo'yalganlarchi 8 ta. 2 ta yog' bo'yalganlar 80 ta. 3 ta yog' bo'yalganlar 8 ta. Endi faqat 2 ta yog'i bo'yalganlarichi desa, mana bu o'rtadagilarni. Enini ham, bo'yini ham bittaga nima qilasizlar? Kamaytirasizlar. Masalan, 9 bo'lsa 2 taga, bunaqasiga ham 2 taga, balandligi ham 10 bo'lsa 8. Mana bu yerda 72 ta. Mana bu yerda 72 ta, bu yerda 72 ta. Xo'p, bu yerda 5 ta, 8 ta, 40 ta, 40 ta. Orqa tarafida, ustki tarafida esa 5 ta, bunaqasiga 7 ta, 35. 35, 35, 70, 40, 40, 80. Bunaqasiga 5, 35, 35, 70, 80. Old tarafdagachi 7 kira 8, 56, 56. Qo'shib chiqsalaring, ularni nimalari bo'yalgan bo'ladi? Faqat bir tomon. Ya'ni mana bunday. Mana bu chiqib ketadi. Mana ikkitani ham chiqarib tashlaysizlarda. Mana bularni faqat bir taraf bo'yalgan. Mana buni faqat ikkita taraf bo'yalgan. Mana bularni esa nechtadan? 3 tadan tomoni bo'yalgan bo'ladi. Tushunarlimi? Yozib olasizlar. A, B, C, D, E, F, J, H. Shunda A'dan I'ga, I'dan J'ga, J'dan K'ga, K'dan F'ga kesma o'tkazilyapti.
bunga keldik, bunga keldik, bunga keldik, bundan esa bunga ko'tarildik. Mana shu yig'indini eng kichik qiymatini topish so'ralyapti. Agar tomonlar uzunliklari 12, 8, 9 bo'lsa. 8, 12, 9, 9. Ular nechadan bo'ladi? 12dan bo'lsa. Eng kichik qiymati. I, G, K, F. A, I, G, G, K, K, F. Minimum eng kichik qiymat. Xo'p, buni eng kichik qiymatini topish uchun nima qilishimiz kerak? Nimasini topamiz? Yoyilmasini topamiz. Yoyib chiqishim kerak. Yoyib chiqadigan bo'lsak. Shuni olaylik, ha. Mana. Xo'p. Asos 8, 12. 8, 12. Balandlik necha? 9. Bizda qayerdan boshlanyapti? Mana A uchidan boshlanyapti. Mana bu F uchi. Ha, kesmalar. Mana bu I nuqta. Bu G nuqta. Mana bu K nuqta. Bu esa nima bo'ladi? F nuqta. Shunda to'g'ri burchalish burchak hosil bo'lyaptimi? Eng qisqa masofa to'g'ri burchalish burchak 20, 20, 40. Bu esa 9. Shunda mana bu x ga teng kesmamiz. X ni kvadrati teng 40 ni kvadrati plus 9 ni kvadrati. Necha? 1681 emasmi? Bundan ne chiqadi? 41 chiqayaptimi? 41. Ha, shu yerda hozir. Qandayroq bo'ladi? Mana bu yerda K nuqtaga. Shunaqa misol ishlaganmiz, eslaringizmi? Qanday bo'ladi? Mana masalan olsak. Mana yerdan boshlanyapti. Bunga, 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 mana bu yerga kelyapti. Shunda oxiri mana bu nuqta. Boshlanish mana bu yerda. Mana bundan bungacha bo'lgan eng qisqa masofa. Nima hosil bo'ladi shu yerda? To'g'ri burchalish burchak. Mana bu uzunlik necha? 8, 8, 12, 12. 20, bu esa 9. Mana bu uzunligi esa 41 bo'lyapti. O'tgan darsda kubni shunaqa misolni ishlagan edik. Uyga ham bor ekanmi? Bugun esa parallel uchun yozib olasizlar.